Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 9. Bahar quyoşunun altın nurida yuyungan ordu beği bahar bilan tang bir-birlab qaytib kelgan fasil qushlarining nag'ma navolari bilan o'zgacha orambaxsh tusga kirgan edi. Huzuri Nuruz qasri atrofidagi bahar bilan tang eng avval echiladigan rang-murang gullar. Yaşırışqa başlagan çokan tallardan tarqagan xushbo'y hid dimog'larni lazzatlik g'idiqlab, odamni boshqacha ruhlantiratdi. Qasrning oldidagi lip suv to'ldirilgan ko'lning bo'yidagi ola ko'naslikka rastlangan. So'rinda Sultan Ismoilxon, Amir Kabir, Mirza Babaqbek, Malika Muhtaram xonimlar, xonliq madrasasining mudarrisi Mevlana Jaloliddin Qutlug' Hazratlari qatorliq bir qancha adib ulamalar bilan suhbatga tushgan edi. Ulardan 4-5 qadam yiroqlikda bir qancha o'rda sozandalari bayatdan beri muqam to'lab qurib ketgan gollarni namdivilish uchun sharbat ichib o'tiradi. Xalqimizdagi bir qism adib qalam sohiblari orasida deb so'zni davomlashtiryapti. Qo'shlab silingan ta'tillar ko'pida badashqan qurib o'tirgan Sultan Ismoilxon suhbatdoshlariga qarab Parsi shakarast, Arabi hasalast deydiganlar hali ham mavjud. Bu yerdagi Parsi shakarast degani Fars tili shakardak, Arabi hasalast degani Arab tili hasaldak degan gapkan. Ularning she'r nazmlarida Arab, Farscha so'z iboralar samandak to'la. Bundaq nazmlarni o'qigan kishi toshdan teyilib, dangalga putlashgandek qadamda bir ashu Farscha, Arabcha so'z iboralarga putlashib turadi. Ori, dedi Mevlana Jaloliddin Qutlug' Hazratlari xonning qarashlarini quvvatlab. Ol nazmlarda fasohatdan eg'iz etish emas, hatto tuzuk mantiqimi topqili bo'lmaydi. Ammo ular ashu g'ayri tillarni ona tilimizga qancha aralashtirib, abjash qilib yozsa, nazmlarini shuncha fasohatlik chiqdi deb maqtanadi. Alisher Navoiy Hazratlari ashu Arabiy, Farsi tillarning jini chaplashgan abjash tillik adiblarni öz ana tilimiz bo'lgan Türkiye adabiy tilini qo'g'dash va rivojlantirishga undab, Türkiye tilining Fars tilidan qilishmaydiganligini, hatto yuqori turdiganligini sharhlab yozgan shohona asri Muhakamatul Lug'ataynda buningdan 160 necha yil ilgirla Türkiye hunarist deb jakarlagan edi, dedi Malika Muhtaram xonim so'z elib. Hamda Mahbubul Qulub, Hazainul Maani, Hamsa qatorliq shohona asarlarni sab turkiy tilda yozib, turkiy tilidami katta asarlarni yozish mumkinligini isbotlab chiqqan. Rost aytdilar malikam, dedi yana bir o'tir yosh adib qo'lidagi Muhakamatul Lug'atayn nomli kitobning bayotini qatlab qo'ygan yerini echib turib. Mana bu shohona kitobning munu qurdirini o'qib ko'rayli. Navoiy Hazratim shundoq debdi. Bu so'zlardan dushmanlar bilan muxoliflarim meni o'zining tabiiy turkiy tiliga moyil bo'lgani uchun bu tilning tarifida mubolag'a qilyotidi va Fors tili bilan ancha aloqasi bo'lmag'achqa uni rad qilishdimi gapni haddidan oshiribdi deb gumon qilishmisin. Halbuki Fors tili tadqiqotida va Farscha so'zlardan foydalanishda hech kim tehi manchilik ish qilaligini yo'q. Bu tilning ortiq va kam taraflarini hech kim meningdan ortiqroq bilmas. Shundaq ustoz, dedi Malika Muhtaram xonim. Shunga Navoiy Hazratim o'zini so'z ahli
Xuaminining bosh targuvchisi, so'z go'harlari xazinasining omonat saqlag'uvchisi deb atishimi asossiz emasdir. Türkiy so'zlarning ilgari ko'p hollarda eng ushoq uqumlar uchunmi mubolig' yo'li bilan maxsus so'zlarni vujudga keltirgan deb Muhokamatul lug'atindan naql keltirib so'zlashga boshladi Mavlana Jaloliddin Qutlug' Hazrat. Buni shu tilning ilgari yoki olimlari tushuntirib bermaguncha boshqalar uning tagiga yetolmaydi. Ori, dedi Amerika bir Mirza Babaqbek so'z qistirib. Navoiy Hazratlari bu katta asrda Türkiy tilining ajoyib nozik uqumlarni ifoda qila oladigan afzalligini isbotlagan. Navoiy Hazratlari Türkiy tilining hunarist til ekanligini isbotlab, mundaq bayonlarni yozgan, dedi boyamqi o'tir yosh adib kitobni ochib, rahilga qo'yib turib. Yig'ib aytganda, Türkiy tilida mundaq inchkilik va nafslik nihoyat ko'p. Bugungacha hech kishi uni chin ma'nosi bilan muloyiza qilmagani uchun oshkor bo'lmay kelmoqda. Agar kishi yaxshilab muloyiza va tahlil qiladigan bo'lsa, Türkiy so'zlarining ma'ni jihatdan naqadar keng va cho'nqurligini, uslub jihatdan naqadar pasih ekanligini, bu tilda ma'nini ravon, aniq, ochiq ifodalashning osonligini bilgan bo'ladi. Türkiy tilining keng ma'niligi, har taraflamaligi shuncha dalillar bilan isbotlangan holda, endi bu tilda so'zlashuvchi xalqlar orasidagi shoirlar o'zining shundoq go'zal va boy tili turg'liq, o'z qobiliyat va mahoratini boshqa til bilan ko'rsataman deb ovora bo'lmasa edi. Agar ikki tilda yozish iqtidori bo'lsa, o'z tilida ko'proq yozsa edi. Shundaq Parisning eshigi Türkning tulparidan yaxshi deydigan ashu janoblarga bu shahona kitobni ko'proq o'qishga tavsiya qilganimiz yaxshi, dedi Malika Muhtaram xonim. Muhokama toza avjiga chiqqan vaqtda yugurib kirgan mulozim Sultan Ismoilxonga egilib turib salom berdi. Pir buzruk Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon Hazratlari on hazratim bilan ko'rishni iltimos qilib kepti. Bu tasodifiy xabardan Sultan Ismoilxon bir oz taajjublandi. Shuncha vaqtdan beri xondan yomonlab, xon bilan ko'rishdan o'zini qochirib kelgan Ishonning mana endi tuyuqsiz o'zi olaydan izlab kelishi bir yangilik edi. Darhol boshlab kel, pir buzrukni deb amr qildi Ismoilxon. Bir piyola choy o'tlig'uchilik vaqtda qori taqiya ustidan yo'g'on yeshil salla o'rib olgan, qori kimxob to'n ustidan ovarang ro'mol bog'lab olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon bir qancha xalifaning hamrohligida Kahrava tasvisini diqmoq barmoqlarida serig'nicha salmoq qadamlar bilan yetib keldi. Pir ustozning qarisini ko'ribla o'rindan turib ketgan Sultan Ismoilxon qo'llarini ko'krigiga ilib turib, hurmat bilan salom berdi. Assalomu alaykum, muhtaram piri buzrukum, muborak poyi qadamlariga marhaba. Va alaykum assalom, dedi Ishon xonning salomini ilib kelib. Xon Ishonni yeniq taklif qildi. Ishon xonning iltifotini e'tiborsiz qoldirib, xonning suhbatdoshlariga va sozandilarga so'g'uqla nazar tashlaganicha xonning udulidan o'rin oldi. Fatihaga qo'l ko'tarib, qisqala duo qilgandan keyin yuzini sepidi. Ahvollari yaxshimi, ey piri buzruk, dedi Ismoilxon Ishondan esanlik so'rab. Inshaalloh, mo'shunchilik turibdiman, dedi Ishon chiroyiga xolar xolamas tabassum yugurtib. Xon odillarmi yaxshi turiblar? Avval Xudo ondan qolsa Janobi pirimning duosi bilan obdan turibman, dedi Ismoilxon ta'limlarini o'ymag'ayli pirim. Xon odillarga endi bizlar kim pir buzruklarining ta'limi behojatdir.
dedi ишан qandaqdır bir qursaq köpükini chiqirishga oldirayotgandek talaffuzda. Anlasak, sülki işqiyachi namusulman, murtad, Hidayatullah ишанның ta'limlari o'zidiriga yetib ketdidek. Pir buzriki tehi hayat turib, o'zga pirlar bilan muloqotda bo'lish yaxshi ish emasdir. Sultan İsmailxon Maxtumzoda ишанның nima uchun mushundaq tuyuqsiz izlab kelganligini darhol tushundi. Xo'ja Abdullah ишан Sultan İsmailxonning Xo'ja Hidayatullah ишан bilan xat aloqa qilganligini, Qashqar amri Mirza Haydar To'g'latiga sulki ishqiya muridlarini qo'g'dash, Xo'ja Hidayatullah ишанға hurmat bildirish xususida farmon tushirganligini anglab, choyon chiqib olgandek chuchudida vujudi ochiq hislarga to'ldi. Xondan yamanlab o'tiraversa, oradan Xo'ja Hidayatullah ишанның foydalanib ketishidan ansirab, oldirab o'rniga yetib kelgan edi. Özgüsülüklərmü Saidiya saltanatining puhralaridir, dedi Malika Muhtaram xonim ишанның bemahal kelib, suhbatni buzg'inni ozdab, ha deganda Sultan İsmailxonga ta'ni qilayotganiga chidab turolmay. Xon olilari butkul Saidiya tasarrufidagi barliq avam ra'iyatning pasibonidir. Har kimning arz shikoyatini anglab, dardu holiga yetish majburiyati ham bordir. Çoğlarning suhbatiga kichiklarning xohlagancha loqma silishi adabsizlikdir, dedi ишан Malika qarab, tarini turib va yana Sultan İsmailxonga yuzinib gapini davomlashtirdi. Aslida xon odilari bilan xos o'tirib muloqotda bo'lish niyatim bor edi. Taza beab vaqtda kelib qolgan o'xshayman. U shundoq degach o'rindan turdi. Nağmı nava, may sharob va kichiklarning suhbati esil nasablik zotlarga va saodatman sulki soqiya muridlarga joiz emasdir. Xo'sh, aman bo'g'ayla. ишан pirimning yana yomonlab qolganini ko'rib, Sultan İsmailxon nima deyishni bilolmay turib qoldi. Bekavul bag uzitib qo'yish uchun ишанның kayindan agashdi. O'zini cho'mchaqlab ketganni pir ustoz deb hurmatini qilsaq, dedi Malika Muhtaram xonim tumishqini ushlab. Nasabining qandaqligini kim biladi u ишанның? Bir necha ig'iz gapni odroq qilsangiz bo'lmamdi, Malikam, dedi Sultan İsmailxon. U Maxtumzoda bilan orasidagi ko'ngil og'riqini tugitib oldigan bu fursatning qo'ldan ketganligiga terkib qolgan edi. Shunda qilib, So'rinning qizg'in kayfi birdilla sovidi. So'rin ahli g'ash bo'lgan holda tarqalishdi.